Bugun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Eski pasport endi amal qilmaydimi? Pensionerlar hozirroq nima qilishi kerak? Pasport almashtirilmasa pensiya to'xtab qoladimi? Bank kartadan pul yetishda muammo bo'ladimi? Poliklinika. Notarius, bank yoki davlat xizmatlarida sizdan ID karta talab qilishsa, bu qonuniymi yoki yo'qmi? Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, nevaralariga, qarindoshlariga ham tegishli. Chunki ko'p hollarda keksa odamlar hujjat masalasida qiynalib qoladi. Navbatda turishga, ariza to'ldirishga, to'lov qilishga, bankka borishga kuchi yetmaydi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Yaqinlaringizga ham yuboring. Men hozir sizga vaziyatni oddiy tilda, aniq misollar bilan tushuntiraman. Kim shoshilishi kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin, qaysi holatda eski pasport bilan ish bitadi. Qaysi holatda albatta ID karta kerak bo'ladi. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikni ortiqcha sarson bo'lishdan, hatto pensiya va pul masalasida noxush holatlardan saqlab qoladi. Avval vaziyat qanday edi? Odamlarda oddiy pasport bor edi. Keyin biometrik pasport joriy qilindi. So'nggi yillarda esa ichki foydalanish uchun ID karta tizimiga o'tish boshlandi. Ya'ni fuqaroni O'zbekiston ichida shaxsini tasdiqlovchi asosiy hujjat sifatida ID karta tobora kengroq ishlatilmoqda. Chet elga chiqish uchun esa alohida xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Mana shu o'zgarishlar sabab ko'p odamlar, ayniqsa pensionerlar chalkashib qoldi. Bir kishi aytadi: "Menda eski pasport bor, muddat hali tugamagan, menga ID karta kerakmi?" Boshqasi aytadi: "Bankda pul yechmoqchi edim. Pasportingiz eski, ID karta olib keling deyishdi." Yana biri: "Pensiyam plastik kartaga tushadi, pasportimni almashtirmasam pensiyam to'xtab qoladimi?" Ayrim joylarda xodimlar ham masalani noto'g'ri tushuntirib yuboradi. Natijada odamlar vahimaga tushadi. Demak, eski pasportim bugundan boshlab yaroqsiz ekan deb o'ylaydi. Men buni aniq qilib aytaman. Har bir hujjatning amal qilish muddati, holati va turiga qarab vaziyat baholanadi. Hammaning holati bir xil emas. Agar sizning pasportingiz muddati o'tmagan, yaroqli ma'lumotlari o'qiladigan, foto rasmi tanib bo'ladigan holatda bo'lsa, u birdaniga hech narsaga yaramaydigan qog'oz bo'lib qolmaydi. Lekin ayrim xizmatlarda, ayniqsa yangi elektron tizimlar bilan bog'liq amaliyotlarda ID karta talab qilinishi mumkin. Shuning uchun asosiy savol: eski pasport umuman amal qilmaydimi? Emas. Balki qaysi ish uchun qaysi hujjat kerak va mening holatimda hozir nima qilishim kerak degan savol. Davlat xizmatlari raqamlashtirilyapti. Banklar, pensiya tizimi, soliq, tibbiyot, notarius, kadastr, kommunal xizmatlar. İjtimoiy nafaqalar tobora elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. ID kartada fuqaroning shaxsiy identifikatsiya ma'lumotlari elektron tizimlarga mos tushadi. Hujjatni tekshirish osonroq, ma'lumotni bazadan topish tezroq, xatolik kamroq bo'ladi. Masalan, eski pasportda ayrim ma'lumotlar qo'lda kiritilgan, ba'zi nusxalar sifatsiz, ayrim sahifalar yirtilgan, muhrlar o'chgan bo'lishi mumkin. Bank xodimi yoki davlat xizmati xodimi sizning hujjatingizni tizimga kiritganda familiyangizdagi bitta harf boshqa yozilgan bo'lsa ham muammo chiqadi. Masalan, pasportda To'xtayev deb yozilgan. Bank bazasida To'xtayev deb turgan, pensiya bazasida esa To'xtayev bo'lib qolgan. Shunda pul o'tkazish, karta ochish, ishonchnoma rasmiylashtirish. Tibbiy imtiyozdan foydalanish vaqtida tizim mos kelmadi deb ko'rsatishi mumkin. ID karta aynan shunday muammolarni kamaytirish uchun kiritilgan. Lekin bu pensionerlar bugun hammasi yugurib borib, ertaga tongda ID karta olmasa pensiyasi to'xtaydi degani emas. Muhimi o'z holatingizni tekshirish va kerakli paytda hujjatni tartibga keltirish. Birinchi navbatda pasportning amal qilish muddati tugagan yoki yaqin oylar ichida tugaydigan odamlar e'tibor berish kerak. Masalan, pasportingiz 2026 yil yanvar oyida tugasa, hali vaqt bor deb yurish mumkin. Lekin 2025 yil dekabrda bank, notarius yoki davolanish bilan bog'liq ish chiqib qolsa, siz shoshilib qolishingiz mumkin. Ayniqsa pensioner odam navbat, tibbiy holat, transport, ob-havo sabab bir kunda hamma ishni bitira olmaydi. Shuning uchun muddati tugashiga 2-3 oy qolganda hujjat masalasini boshlash eng to'g'ri yo'l. Ikkinchi guruh pasporti yirtilgan, rasmini tanib bo'lmaydigan, sahifalari shikastlangan, muhrlari o'chgan, plastik qismi ajralgan odamlar. Bunday hujjat muddati bo'yicha hali yaroqli bo'lsa ham amalda sizga muammo tug'diradi.
Masalan, bankda operator sizning rasmingizni hozirgi ko'rinishingiz bilan solishtira olmaydi. Notarius hujjatni qabul qilmasligi mumkin. Davlat xizmatida skaner sifatli o'qimasligi mumkin. Shunda pasportimning muddati borku degan gap yordam bermaydi. Chunki hujjat shaxsni ishonchli tasdiqlashi kerak. 3-guruh familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, yashash manzili yoki oilaviy holat bo'yicha ma'lumotlar o'zgargan odamlar. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini almashtirgan, lekin eski pasport bilan yuribdi. Yoki doimiy yashash joyi o'zgargan, lekin ro'yxatdan o'tish ma'lumotlari yangilanmagan. Pensionerlarning pensiya hujjatlari bir joyda, bank ma'lumotlari boshqa joyda, pasport ma'lumotlari 3-joyda turib qolsa, keyin har bir xizmatda tekshiruv cho'ziladi. 4-guruh bank kartasi, pensiya, ijtimoiy nafaqa, subsidiya, kadastr, meros, vasiyatnoma, ishonchnoma, davolanish, sanatoriy yo'llanmasi kabi ishlar bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar. Agar yaqin vaqtda mol-mulkni rasmiylashtirish, uy-joyni farzand nomiga o'tkazish, meros ishini boshlash, pensiya kartasini yangilash, yangi bank hisob raqami ochish rejangiz bo'lsa, hujjatni oldindan tartibga keltiring. Chunki eng ko'p muammo aynan ishga borib turganda chiqadi. Agar sizning hujjatingiz yaroqli, muddati o'tmagan, yaxshi saqlangan, ma'lumotlaringiz to'g'ri, bank kartangiz ishlayapti, pensiyangiz muntazam tushyapti, yaqin vaqt ichida notarius, kadastr yoki bankda katta amaliyot qilmoqchi emassiz, unda vahimaga tushishga hojat yo'q. Lekin bu umuman qiziqmasam ham bo'ladi degani emas. Men tavsiya qilaman, bir marta hujjatning amal qilish muddatini qarang. Pasportdagi ma'lumotlar bilan pensiya va bankdagi ma'lumotlar mosligini tekshirib qo'ying. Farzandlaringizdan yordam so'rab, qaysi muddatda ID karta olish kerakligini oldindan rejalashtiring. Masalan, Oltinteksi yoshli otaxonning pasporti 2029 yilgacha amal qiladi. Rasmi aniq hujjat butun pensiyasi har oy kartaga tushadi. Bank kartasi yaqinda yangilangan. U odam bugun shoshilib, qishning sovug'ida navbatga borishi shart emas. Lekin agar shu otaxon uyini nevarasiga hadya qilmoqchi bo'lsa, notarius oldida pasport ma'lumotlari bilan elektron baza mos kelmasa, ish to'xtab qolishi mumkin. Shuning uchun katta rasmiy ishlar oldidan hujjatni tekshirish kerak. Yana bir misol. 2 yoshli onaxonning pensiyasi pochta orqali keladi. Eski pasporti bor, lekin pasport sahifasi yirtilgan. Rasmi juda eski, hozir ko'rinishi bilan farq qiladi. U onaxon men hech qayerga bormayman, menga nima farqi bor deb yurishi mumkin. Lekin bir kuni pensiya olish uchun vakil tayinlash kerak bo'lsa yoki bank kartaga o'tish talab qilinsa, darhol muammo paydo bo'ladi. Demak, hujjatning o'zi shunchaki shkafda turgani bilan ish bitmaydi. U kerak bo'lganda muammosi ishlashi kerak. Eng og'riqli savol shu. Pasportim eski bo'lsa, pensiyam to'xtaydimi? Men buni ehtiyotkorlik bilan tushuntiraman. Pensiya olish huquqi pasport turiga bog'liq emas. Siz yosh mehnat staji, nogironlik yoki boshqa qonuniy asos bilan pensiya olsangiz, eski pasportingiz borligi uchun pensiya huquqingiz yo'qolib qolmaydi. Lekin pensiya to'lovini amalda olish jarayonida hujjat bilan bog'liq texnik yoki ma'muriy muammolar chiqishi mumkin. Masalan, bank kartangiz muddati tugadi. Yangi karta chiqarish uchun bank sizdan yaroqli shaxsni tasdiqlovchi hujjat so'raydi. Agar pasport muddati o'tgan bo'lsa yoki hujjat bazada ko'rinmasa, bank yangi karta bermay turishi mumkin. Natijada pensiya tayinlangan bo'lsa ham, siz pulni vaqtida yechib ola olmaysiz. Odamlar buni pensiyam to'xtadi deb o'ylaydi. Aslida esa muammo to'lov kanalida, ya'ni bank hujjat tekshiruvida bo'ladi. Yana bir holat. Pensioner uzoq vaqt pensiya pulini olmaydi, yoki chet elga ketib qolgan, yoki yashash manzili o'zgargan, yoki vakil orqali pul olayotgan bo'ladi. Bunday vaziyatlarda mas'ul organlar shaxsni tasdiqlashni, tiriklik holatini yoki hujjatlarni yangilashni talab qilishi mumkin. Agar shu paytda eski pasport bilan tizimda ma'lumot mos kelmasa, to'lov vaqtincha aniqlashtirishga tushadi. Bu ham doimiy bekor qilish emas, balki hujjatlarni to'g'rilash zarurati. Shuning uchun pensionerlar uchun eng muhim qoida, pensiya huquqi alohida, pulni olish uchun hujjatlarning to'g'ri bo'lishi alohida masala. Siz huquqingizni yo'qotmaysiz. Lekin hujjat tartibsiz bo'lsa, pulni olish kechikishi mumkin. Birinchi misol. 65 yoshli ayol har oy 1.400.000 so'm pensiya oladi. Bank kartasining muddati tugagan. Bankka borsa, xodim pasportingiz eski formatda. Ma'lumotlar bazada to'liq chiqmayapti. Ayda karta olib keling deydi.
ayol endi pensiyamni bermas ekan deb vahimaga tushadi. Aslida yechim oddiy. U migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga borib ID karta olish uchun ariza beradi. Keyin bankka yangi hujjat bilan boradi. Pensiya hisoblangan pul yo'qolmaydi. Lekin karta yangilanguncha yechish qiyinlashadi. Ikkinchi misol. Yetim yoshli erkakning pasport muddati hali tugamagan, lekin u o'z uyini o'g'liga hadya qilmoqchi. Notarius elektron bazada uning familiyasi bitta harf farqi bilan chiqayotganini ko'radi. Hujjatdagi ma'lumot bilan kadastrdagi ma'lumot mos kelmagani uchun bitimni rasmiylashtirish to'xtaydi. Bu yerda eski pasportning o'zi emas. Ma'lumotlar mos emasligi muammo bo'ladi. Oldindan tekshirtirib qo'yilganda bu odam 2-3 marta qatnamas edi. Uchinchi misol, dagan yoshli onaxon yura olmaydi. Farzandi uning nomidan dorixona, bank va pensiya ishlarini qilish uchun ishonchnoma olmoqchi. Notarius shaxsni tasdiqlashi kerak. Agar onaxonning pasporti yaroqsiz, rasmi tanib bo'lmas yoki ma'lumotlar eskirgan bo'lsa, notarius ehtiyotkorlik qiladi. Chunki keksa odamlar nomidan firibgarlik qilish holatlari ham bo'ladi. Demak, hujjat tartibda bo'lsa, pensionerni himoya qilish ham osonroq bo'ladi. 4-misol. Pensioner chekka qishloqda yashaydi. Uning pensiyasi pochtachi orqali keladi. Pasportini hech kim so'ramaganiga 5 yil bo'lgan. U menda muammo yo'q deb yuradi. Lekin bir kuni pensiyani bank karta orqali olish tizimiga o'tish kerak bo'lsa, yoki sanatoriyaga yo'llanma rasmiylashtirilsa, yoki tibbiy imtiyoz uchun elektron bazadan tekshiruv bo'lsa, shaxsiy hujjat talab qilinadi. Shunda uzoq qishloqdan tuman markaziga bir necha marta borishga to'g'ri keladi. Oldindan bir marta tekshirtirish esa bu sarsonlikni kamaytiradi. Birinchi nozik shart eski pasport deganda hamma bir narsani nazarda tutmaydi. Kimdir Sovet davridagi yoki juda eski namunadagi pasportni aytadi. Kimdir biometrik pasportni aytadi. Kimdir muddati tugagan pasportni eski deydi. Shuning uchun savol berganda aniq ayting. Hujjatingiz qaysi turda, qachon berilgan? Amal qilish muddati qachongacha? Unda yashash joyi va boshqa ma'lumotlar to'g'rimi? Ikkinchi nozik jihat. Pasport muddati tugagan bo'lsa, u odatda shaxsni tasdiqlash uchun to'laqonli ishlamaydi. Ko'p joylar bunday hujjatni qabul qilmaydi. Agar siz muddati o'tgan bo'lsa ham men shu odamman-ku desangiz ham xodimning javobi oddiy bo'ladi. Tizim qabul qilmayapti, hujjat yaroqsiz. Shuning uchun muddati tugagan hujjat bilan yurish eng katta xato. 3-nozik jihat. Bank yoki tashkilot xodimi ba'zan ortiqcha talab qo'yishi mumkin. Masalan, pasportingiz yaroqli bo'lsa ham faqat ID karta olib keling deyishi mumkin. Bunday paytda janjal qilish kerak emas. Avval tinchlik bilan so'rang. Qaysi asosga ko'ra faqat ID karta talab qilinyapti? Mening hujjatimning muddati o'tmagan. Muammo nimada? Agar muammo bazada bo'lsa, ular sizga qanday ma'lumot mos kelmayotganini aytish kerak. Agar ichki bank qoidasi bo'lsa, boshqa filialdan ham aniqlab ko'rish mumkin. Lekin amaliy nuqtai nazardan agar siz baribir yaqin kelajakda ID karta olishingiz kerak bo'lsa, hujjatni yangilab qo'yish ko'proq foyda beradi. 4-nozik jihat pensionerning sog'ligi. Hamma odam ham navbatda tura olmaydi. Nogironligi bor, yotib qolgan, og'ir kasal, keksaligi sabab mustaqil yurishi qiyin bo'lgan odamlar uchun yaqinlari oldindan mahalla, tuman migratsiya bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki mas'ul idoradan tartibni aniqlash kerak. Ayrim holatlarda uyga borib xizmat ko'rsatish yoki alohida tartibda hujjat rasmiylashtirish imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Buni joyingizdagi mas'ul organlardan aniq so'rash kerak. Chunki amaliy tartib hududga qarab farq qilishi mumkin. 5-nozik jihat ishonchnoma. Ko'p farzandlar onam yura olmaydi. Men o'zim borib pasportni almashtirib kelaman deb o'ylaydi. Lekin shaxsni tasdiqlovchi hujjat rasmiylashtirishda odatda fuqaroning o'zi ishtirok etishi, fotosurat, biometrik ma'lumot, imzo yoki boshqa tasdiqlash jarayonlari kerak bo'ladi. Shuning uchun oddiy ishonchnoma bilan hamma ish bitadi deb o'ylamang. Avval rasmiy idoraga qo'ng'iroq qiling yoki borib so'rang, yura olmaydigan pensioner uchun qanday tartib bor? Shifokor ma'lumotnomasi kerakmi? Uyga chiqish xizmati bormi? Arizani kim beradi? 6-nozik jihat yashash joyi. Hujjat rasmiylashtirishda doimiy yoki vaqtincha ro'yxat, manzil, mahalla ma'lumotlari eski pasportda qaydlar muhim bo'lishi mumkin. Agar pensioner aslida boshqa joyda yashayotgan bo'lsa, lekin ro'yxatda boshqa tumanda tursa, ayrim ishlar cho'zilishi mumkin.
Masalan, onaxon Toshkentda farzandinikida yashaydi, lekin ro'yxati Surxondaryoda. ID karta olish. Pensiya ishini ko'chirish. Bank ma'lumotlarini yangilashda manzil masalasini ham tartibga keltirishga to'g'ri keladi. Endi eng amaliy qismiga o'tamiz. Men pensionerlarga va ularning farzandlariga quyidagi tartibda harakat qilishni maslahat beraman. Birinchi qadam, pasportni qo'lga oling va amal qilish muddatini tekshiring. Hujjat qachon berilgan, qachongacha amal qiladi. Sayfalar butunmi, rasmi aniqmi, familiya va ism to'g'rimi, tug'ilgan sana to'g'rimi, ro'yxat manzili to'g'rimi? Buni shunchaki ko'z yugurtib emas, diqqat bilan tekshiring. Ko'p xatolar yillar davomida bilinmay yuradi. Lekin notarius yoki bank oldida darrov chiqib qoladi. Ikkinchi qadam, pensiya va bank holatini tekshiring. Pensiya qaysi usulda olinadi? Bank kartagami, naqd pulmi, pochta orqalimi? Bank kartaning muddati qachon tugaydi? Kartadagi ism, familiya pasportdagi bilan bir xilmi? Telefon raqam bankka biriktirilganmi? Agar karta muddati yaqin 2-3 oyda tugasa, hujjatni yangilash masalasini kechiktirmang. Chunki bank yangi karta berishda yaroqli hujjat so'raydi. Uchinchi qadam, yaqin vaqt ichida qilinadigan rasmiy ishlarni ro'yxat qiling. Uy-joy, yer, avtomobil, meros, vasiyat, hadya, ishonchnoma, kredit, omonat, tibbiy imtiyoz. Sanatoriy, nogironlik hujjati, subsidiya, ijtimoiy yordam bor-yo'qligini aniqlang. Agar shunday ishlar bo'lsa, ID karta olishni tezlashtiring. Chunki katta rasmiy ishlarning o'rtasida hujjat muammosi chiqsa, vaqt, pul va asab ketadi. To'rtinchi qadam, qayerga murojaat qilishni aniqlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni rasmiylashtirish masalasida migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari, davlat xizmatlari markazlari yoki tegishli vakolat idoralar orqali murojaat qilinadi. Hududingizdagi tartibni aniqlash uchun eng yaqin davlat xizmatlari markaziga boring yoki rasmiy telefonlar orqali so'rang. Pensioner ID karta olmoqchi. Qanday hujjatlar kerak? To'lov qancha? Navbat qanday? Yura olmaydigan odam uchun qanday tartib bor deb aniq savol bering. 5-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda eski pasport yoki amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat, tug'ilganlik haqidagi ma'lumotlar, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, to'lov kvitansiyasi kabi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Lekin har bir holatda aniq ro'yxatni oldindan so'rab oling. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, alohida tartib bo'ladi. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Agar tug'ilgan sana yoki ismda xatolik bo'lsa, FHD yayov hujjatlari ham kerak bo'lishi mumkin. 6-qadam, ariza berishda ma'lumotlarni sinchiklab tekshiring. Men ko'p ko'rganman, odam hujjat olishga boradi. Xodim kompyuterga ma'lumot kiritadi. Fuqaro esa o'qimasdan imzo qo'yadi. Keyin tayyor hujjatda ismda bitta harf xato, tug'ilgan joy noto'g'ri, manzil chala. Bunday xatoni tuzatish yana vaqt oladi. Shuning uchun ariza berayotganda familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSSHIR yoki identifikatsiya raqami, manzil, telefon raqam hammasini tekshiring. 7-qadam. Tayyor bo'lgan ID kartani olgandan keyin uni faqat uyga olib borib qo'ymang. Bankka boring, pensiya to'lovini amalga oshiradigan tashkilotda ma'lumot yangilanganini tekshiring. Telefon raqamini tasdiqlang. Kerak bo'lsa kartani yangilang. Agar notarius, kadastr yoki boshqa idorada ishingiz bo'lsa, yangi hujjat nusxasini o'sha ishga qo'shing. Hujjat yangilandi, lekin bazalar yangilanmadi degan holat ham uchraydi. 8-qadam. Nusxalarni tartib bilan saqlang. ID kartaning nusxasi, eski pasport nusxasi, pensiya daftarchasi yoki pensiya ma'lumotlari, bank rekvizitlari, telefon raqam, yaqin qarindoshning aloqa ma'lumoti alohida papkada tursin. Keksa odam kasal bo'lib qolsa yoki shoshilinch ish chiqsa, farzandlari qaysi hujjat qayerdaligini bilishi kerak. Bu oddiy ko'ringani bilan juda muhim. Birinchi xato, menga hali hech kim aytmadi, demak kerak emas deb yurish. Hujjat muammosi oldindan xabar bermaydi. U aynan pul kerak bo'lgan, davolanish kerak bo'lgan yoki meros ishi boshlanganda chiqadi. Ikkinchi xato, ijtimoiy tarmoqlardagi vahimali xabarlarga ishonish. Ertadan hamma eski pasportlar bekor. Pensionerlar pensiyasiz qoladi. ID karta olmaganlarga jarima kabi gaplarni ko'rsangiz, darrov ishonmang. Rasmiy manba Davlat xizmatlari markazi, migratsiya bo'limi. Bank yoki pensiya organidan aniqlang. 3-xato, begona odamga hujjat berish. Men sizga ID karta qilib beraman, navbatsiz chiqarib beraman, pensiyangizni saqlab qolaman deb pul so'raydiganlardan ehtiyot bo'ling.
Pensionerlarning hujjati firibgarlar uchun juda xavfli narsa. Pasport nusxasi, SMS kod, bank karta PIN kodi, telefon raqamga kelgan tasdiqlash kodini hech kimga bermang. 4-xato. Bankdagi SMS kodlarni farzandlardan boshqa odamlarga aytish. Hatto farzandlarga ham ehtiyotkorlik bilan munosabat qilish kerak, lekin begona odamga umuman bermang. Hujjat yangilash boshqa, bankdagi pulni boshqarish boshqa. Hech bir davlat xodimi sizdan bank kartangiz PIN kodini so'ramaydi. 5-xato, pasport yo'qolsa kutib yurish. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, tezda tegishli idoraga murojaat qiling. Yo'qolgan pasport bilan firibgarlar kredit, shartnoma yoki boshqa noqonuniy ish qilishga urinishlari mumkin. Pensioner bu masalada ayniqsa himoyasiz bo'ladi. Agar sizning ota-onangiz, bobo-buvingiz pensioner bo'lsa, bu masalani ularning o'ziga tashlab qo'ymang. O'zingiz borib bilib keling deyish oson. Lekin keksalar ko'pincha qaysi eshikka kirishni, qaysi hujjat kerakligini, qaysi savolni berishni bilmaydi. Siz bir kun vaqt ajratib ularning pasport muddatini tekshiring. Bank kartasini ko'ring. Pensiya qachon tushishini biling. Telefon raqam kimning nomida ekanini aniqlang. Agar hujjat muddati yaqin tugasa, oldindan navbat oling, transport masalasini hal qiling, kerakli to'lovni tayyorlang. Agar ota-onangiz yura olmasa, avval idoraga o'zingiz borib, yura olmaydigan fuqaro uchun tartibni so'rang. Shifokor ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, uni oling. Mahalla yordam berishi mumkinmi? Ijtimoiy xodim jalb qilinadimi? Uyga chiqish imkoni bormi? Bularni oldindan aniqlang. Eng muhimi, keksalarni qo'rqitmang. Pasportingiz eski, pensiyangiz to'xtaydi desangiz, odam vahimaga tushadi, bosimni ko'tariladi. To'g'ri tushuntiring. Hujjatni tartibga keltirib qo'yamiz. Shunda bankda ham, pensiyada ham muammo bo'lmaydi. Maqsad vahima emas, tartib. Demak, eski pasport masalasida eng to'g'ri yondashuv shunday. Avvalo hujjatning muddati va holatini tekshirasiz. Agar muddati tugagan, yirtilgan, ma'lumotlari noto'g'ri yoki yaqin vaqtda bank, pensiya, notarius, kadastr kabi rasmiy ishlaringiz bo'lsa, ID karta olishni kechiktirmaysiz. Agar hujjat yaroqli, pensiya muntazam tushyapti, karta ishlayapti, katta rasmiy ish yo'q bo'lsa, vahima qilmaysiz, lekin baribir reja qilib oldindan tayyorgarlik ko'rasiz. Pensiya olish huquqi pasport turiga qarab yo'qolib qolmaydi. Lekin hujjat tartibsiz bo'lsa, pulni olish, kartani yangilash, ishonchnoma berish, tibbiy yoki ijtimoiy xizmatlardan foydalanish kechikishi mumkin. Shuning uchun pensionerlar uchun eng xavfsiz yo'l hujjatni hozirdan tekshirish, kerak bo'lsa yangilash, bank va pensiya ma'lumotlarini moslashtirish. Sizning hududingizda bank yoki davlat idorasi eski pasport bo'yicha qanday talab qo'yapti? Siz yoki ota-onangiz ID karta olishda muammoga duch keldingizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni albatta pensioner ota-onangiz, qo'shnilaringiz va qarindoshlaringizga yuboring. Bitta to'g'ri ma'lumot ko'p odamni ortiqcha sarsonlikdan saqlab qolishi mumkin.